O'zi Surxondaryolik-ku, lekin 10 yoshida usta bo'lishga harakat qilayotgan shogirdimizga bugun soch olishni topshirdik. Voy, sochni buzding ahmoq. Ancha yillik mijozim, ya'ni institutda dars beradigan bir ustozi sochini buzish. Bore ahmoq, endi qilgan ishingni qara. Ishonib topshirib men o'laydi. Ko'rib turishimiz mumkin, vaziyat og'ir. Bakdimiz, visochni zonani tepaga ko'tarib bordi shogirdimiz. Bundaqa holatlarda juda kulgili bo'lib qoladi bu sochni. Endi nima qilib bo'lmasa, mana shunaqa 10 kunlik shogirdlarni, o'ziga ko'p ishonib olgan shogirdlarni ishini har doimgidek ustalar to'g'rilashadi. Ko'pchilik holatlarda achinarli holat hozirgi kunda kuzatilyapti, ya'ni shogirdlar orasida barber shopimizga tashrif buyurishadi, usta men shogird bo'lmoqchiman deb kelishadi ota-onasi bilan birgalikda. Holbuki bu kasbga ota-ona qiziqadi, farzand esa puliga qancha pul topsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi degan savollarni berib, xullas miyamni og'ritib tashlaydi. 10 kundan keyin men usta bo'ldim, menga davay instrument bering, davay menga kreslo bering degan holatlarda boshiga bir qo'ndirib o'rgim keladi. Sababi 10 kun, 20 kun, 1 oy, 2 oy hech qancha vaqt emas bu narsa. Usta bo'lishga umuman yetmaydi. Odamlar yillar davomida ushbu kasbni o'rganishadi. Do'stlar, xo'p, ustalar har doimgidek shogird tanlashda adashishadi, ya'ni joyi kelganda biz o'zimizni bilimimizni bir xil payti kerak emas insonlarga o'rgatib qo'yamiz. Avvalambor shogirdlarimiz hammasi dastoyni bo'lishi uchun ularni noldan yaxshi bu sohaga qiziqtirishimiz kerak. Ko'rib turishimiz mumkin, shogirdimizni buzib qo'ygan soch turmagidan men taper fade texnikasidan foydalandim va sochga ajoyib perexod berishga harakat qildim. Bundan keyin shogirdlarim xato qilishsa, men to'g'risini aytsam to'g'rilab bermayman endi.